Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligida o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda o'z kasbiga sadoqat bilan xizmat qilayotgan professor o'qituvchilar, tajribali pedagoglar, ilm-fan rivojiga hissa qo'shayotgan olimlar hamda tizimda fidokorona xizmat faoliyatini yuritayotgan vazirlik xodimlari taqdirlandi. Ularning samarali mehnati e'tirof etilib, oliy ta'lim a'lochisi va o'rta maxsus va professional ta'lim a'lochisi ko'krak nishonlari topshirildi. Jumladan Smart Solution System korxonasi professori, texnika fanlari doktori Otaxonov Maqsudxon Yusupovich ham oliy ta'lim a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Xuddi shunday ko'krak nishoni bilan Otaxonov Maqsud Yusufovich. Tadbirning badiiy qismida esa O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Jenisbek Piyazov kuy-qo'shiqlari bilan ishtirokchilarga bayramona kayfiyat ulashdi. Ushbu yutuq bilan xodimimiz Otaxonov Maqsudxon Yusupovichni chin qalbimizdan tabriklaymiz.